E'tiborimizda Xiaomi 17 Pro Max. Xo'p, muzikani to'xtatamiz. Xo'p, obzorga keladigan bo'lsak, ko'pchilik aytayapti, bankskiy sistema, bankskiy prilojeniyani ishlatayotgani yo'q deganlar uchun biz ko'rsatib beramiz. Smart Marketga kelgan Xiaomi 17 Pro Max da paynet ilovasi ham hammasi ishlayapti. Ko'rishingiz mumkin. Kirib ketdi. Xo'p, yana nima kerak? Payme. Ko'pchilik Payme ishlatadi. Mana registratsiya ham qilib qo'yganman, tayyor. Bayliq Akmal Xo'jay. Xo'p, Tenge bankga kiradigan bo'lsak, bu ham ishlayapti mana bankskiy prilojeniya. Akmal Xo'jay. Polностью registratsiya qilingan, tayyor. Obunachilar uchun ko'rsatib qo'yamiz. Настройка kiradigan bo'lsak, xo'p, bu уже polностью rusifikatsiyaga o'tgan. Polностью hamma narsa tushunarli bo'ladi bunda. Play Market hamma narsasini ustanovka qilib qo'yganmiz, tayyor. Sotuvda bor. Zakazga ham olib kelib beramiz. Bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Like'larni ayamaymiz. Shunaqa yaxshi live hacklarni ko'rsatib turamiz.